Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qadrdonlar. Omonmisizlar akalar, ukalar. Hammaga xayrli kun. Bugun Xudo xolasa juma ayyomni bilan hammalaydi. Tinch omonmisizlar. Musofirda yurgan akalar, hamkasblar, o'zimizdaglar. Anchadan bas video ham qilganimiz yo'qdi. Mana bugun Xudo xolasa 27-iyun Germaniyadan Litvaga qarab yo'l olyapmiz paromda. Hozir kutyapmiz, qushlarni boqib o'tiribmiz ungacha mana. Mah. No'g'alaydan qushlar. Ancha vali multfilmda qushlar. Shu ichidan birinchi shepi bor ekan, hammasini quvlayapti no'g'alay. Yomon ekan bu. Mana hammasini quvlayapti. Birinchi shep ekan. Çempiyon ekan. Rizqini Alloh rizqini berib berdi har bitta mahluqlarni hammasini. Shopirlar mana boqa o'tiribdi, bekor o'tirgan no'g'alaylar. Qani birinchi shep yo'qolib qoldi. Qanday birinchi shep? Hammasi bir xil. Shikili kattaroq ekan ichida. Hozir non tashlasa bilinadi. Non tashlasam bilinadi. Ichida birinchi shep. Machi? Nah. Mana qani roboti. Mana shu ekanlar, topib oldim. Shunaqa gaplar. Ochilibda mana turibmiz. Birinchidan Xudo xolasa endi hozir ochsa, tushyapti. Endi chiqamiz. Video ham cho'zilib ketibdi. Tinch bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, hammaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.